Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamiz sizlar sport bilan 3 kun nomli challenge'imizni bugun 81-kunidamiz. Bugun sal o'zgacharoq hikoya ulashib ketmoqchimiz. Bir odam qimmatbaho bir mashina sotib oladi. Jaguar degani. U yo'lni ikki chetida mashinalar orasidan bolalar chiqib qolmasligi uchun mahallada mashinani sekin haydab boradi. Ayni paytda ichidan xursand. Chunki mashinasining go'zalligidan quvonardi. U ikki narsa tufayli e'tiborli edi. Birinchisi bolalarni urib yormasligi uchun, ikkinchisi bo'lsa mashinasiga ziyon yetib qolmasin degan maqsadda e'tiborli edi. Lekin qaradiki, bir uzoqdan tosh kelib mashinasiga qars etdi. Ko'rmadi. G'azab bilan tushdi hamda biroz yurib qarasa, mashinalar orasida bir bolakay turardi. Bolani ushladi-da, mashinani kaputiga qo'ydi. Hamda aqling joyidami? Mashinani rasvo qildingmi? Buni ta'mirlatish uchun qancha pul ketadi? Bilasanmi dedi. Ichidagi barcha g'azabini bolaga to'kib soldi, uni bolani qo'rqitib yubordi. Bola biroz o'ziga keldi. Keyin amaki dedi. Men rosa ishora qildim, lekin hech kim to'xtamadi. Oxiri shu tosh otishga majbur bo'ldi. Nogiron akam bor edi. Uni tepalikdan pastlikka qulab ketdi. Aravasiga o'tkazishga kuchim yetmadi. Aravasini olib tushdim, lekin o'zim ko'tarib o'tkiza olmadim. Shuning uchun qancha insonlarga to'xtatish uchun juda urindim. Yordam so'radim, qo'limni ko'tardim. Lekin hech bir inson qaramadi deb aytadi. Siz akam o'tkazish uchun shu aravachasiga o'tkazib yordam bera olasizmi? deb aytganida haligi inson Jaguar egasi qotib qoladi. Aravachani olishib tushishadi. Qarashsa, akasi yerda yotardi. Jaguar egasi borib cho'ntagidan ro'molchani olib, bu yerlari qonagan, yaralangan bolani yaralarni artib jarohatladi. Aravachaga o'tkazadi hamda haligi mashinaga tosh otgan bolakay indamasdan yo'lni davom etib ketadi. Jaguar egasi ham mashinaga jimgina borib o'tiradi hamda shoshmasdan yana mashinani haydab ketadi. Uzoq yuradi. U hech qachon o'sha mashinani tosh tekkan joyini ta'mirlatmaydi. Nimaga desanglar, unga bu sabab bo'lgan. Qanday sabab desa, hech qachon insonlar biror narsani tushuntirish uchun, ahvolni anglatish uchun unga tosh otishga majbur bo'lmasligi uchun. Ya'ni yonimizdagi boshqa bir odamlarni his-tuyg'ularni, muammolarini ko'rib, ularga yordam berishimiz uchun bizga tosh otishga majbur bo'lmaslik kerak ekan. Tanangda og'riq his qilyapsanmi? Demak tiriksan. Boshqa insonni tanasida og'riq his qilyapsanmi? Demak insonsan. Shunaqa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.